Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Keling, bugun yosh limonga shakl berish jarayonini birgalikda kuzatamiz. Biz nima reja asosida kesishimiz kerak? Limonimiz ko'rinishi mana shu holatda. Endi bizda qiladigan ishimiz bunda nima? Biz birinchi ochratda kelib tag qismini ko'rishimiz. Tag qismdan nimalar? Mana bu aslida sovuq ta'sir qilgan, yangilanishda bize shu yutuqqa yetib keldi. Mana buni arra bilan olamiz. Arra ishlatgan holatda mana bu holatdan olinadi. Keyingi o'chirat. Mana xatolarimiz qanaqa kesilgan. Endi biz bu limonni qanday ko'tarib olamiz? Biz bilamiz, limonda yosh mana bug'umdan ko'targan kaltak bu hosilxona hisoblanadi. Asosan biz ko'p joylarda boryapmiz. Mana shu novdani ichki holatda ko'p qizg'onib qo'yishib, yerga yaqin holatda qo'yib, limonni bo'yini pakana qilib tashlayapti. Bu qanaqa holat? Umid qilingan narsa shu. Nimani? Ham qo'rqib ikkilanib olyapti. Mana o'sha usulda sizga aytayotgan holatim mana shu holatda qizg'onib biz qo'yamiz. Yo'q, keling biz nima qilamiz? Birinchi yilda o'zida bizga 3 ta ona shox, o'rtasi ochilishi kerak. 3 ta 4 ta kelajak novdan olishimiz kerak. Endi tag qism, yerga yotgan qismni olishimiz kerak. Mana e'tibor beramiz. Mana bu hosilxona, haqiqatan hosilxona. Qarang, hosil berganda nima bo'ladi? Keling, shuni bir yil biz qizg'onmaylikda shuni olib qo'yaylik. Nega? Bizga kelajak mana tepada turibdi. Agar shuni olganimizda kuch mana novdalarga ishlaydi. Mana buni qisqartiramiz. Bilamiz, yangi chiqqan novda bu hosilxona hisoblanadi. Keling, keyingi novdaga o'tamiz. Keyingi novda qanaqa yerga turibdi? Mana bu kalta hosil berganda ham yerga tegmaydigan jarayonda turibdi. Mana salgina sovuq ta'sir qilgan. Keyingi qismda o'tamiz. Hosilxona. Buni biz kalta kesmaymiz. Nega? Shakl ham o'ziga yarasha cho'zilib oladi. Biz hosil ham olamiz bundan. Mana tepaga ko'tarilgan novdaga o'tamiz. Bu tomonni olib olaylik. Tag qism uzun, yerga tegadi. Mana hosil berganda biz nima qilamiz? Mana hosilxona kaltakka qo'yib olamiz. Buni ochamiz. Buni olganimizning sababi novdani o'rtaga shamol aylanishlik. Bo'g'riq turmasak, qanchalik biz bu ko'chatimiz 2024 qozib olingan. Qozib olingandan so'ng yangi chiqqan holat. Mana 2025 da kelib bizga nima natijani ko'rsatyapti. Bu natijamiz nimani hisobiga? Novdalarda erkin 4 ta mana o'suvchi kaltaklarni o'z o'rniga qo'yib e'tibor beramiz. Xom kaltak, o'suvchi surx novda bu hosilxona emas. Buni olib tashlab faqat mana bu kaltaklarni qo'yamiz. Mana bular haqiqatan hosilxona, ona shox. Hosilxonaga aylanib bo'lgan bular. Bularni bizdagi qiladigan ishimiz mana shularga asosan tayanib qolamizda, yerga bu past holatda qo'yib shular bilan ishlab boshlaymiz. Yo'q, bizdagi juda katta xatolik qayerda? Biz xom o'suvchi surx novda bilan birinchi yilda ishlab olishimiz kerak. Ko'chatimizni tepada ko'tarib olishlik juda tez.
Mana o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz. Endi bundagi hosilxonalarda limonchilarimiz yaxshi tanishadi. E'tibor beramiz, mana bu kaltaklar har biri hosilxona. Mana chiqazib oldi. Biz 1 yilda oladigan yutug'imiz qanaqa balandlikda, qanaqa o'zgarishda turibdi.